Qo'shtepa tumanida dala chetlari, kanallar, sug'orish va kollektor drenaj tarmoqlari atrofidagi maydonlarda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishni samarali tashkil etish bo'yicha respublika ilmiy amaliy seminari bo'lib o'tdi. Viloyat hokimligi hamda O'simliklar karantini va himoyasi agentligi hamkorligida o'tkazilgan tadbirda Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Qishloq va suv xo'jaligi vazirliklari, fermerlar kengashlari, shuningdek viloyatdagi ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklari vakillari ishtirok etdi. Dastlab seminar qatnashchilariga prezidentimizning qishloq xo'jaligi maydonlaridagi qo'shimcha imkoniyatlardan foydalangan holda mahsulot yetishtirishni ko'paytirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ijrosi doirasida hududda amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot berildi. Ta'kidlanishicha, qaror asosida respublika, hududiy va tuman ishchi guruhlari tashkil etilgan 47765 ta fermer xo'jaliklariga qarashli 29891 gektar dala chetlariga 26,167,000 dona, shuningdek 10,000 gektar kanallar va kollektor drenaj tarmoqlari atrofiga 8 milliondan ortiq mevali daraxt ko'chatlari ekish ishlari amalga oshirilgan. Agroko'makchi mobil ilovasi orqali yer o'zlashtirishdan tortib, mahsulotni eksportga sotishgacha bo'lgan jarayonga oid ma'lumotlar aholiga yetkazilmoqda. Seminar doirasida qatnashchilar Qo'shtepa tumanidagi Katta Farg'ona kanali muhofaza maydonining foydalanilmay kelayotgan 15 kilometr qismida yer o'zlashtirilib, voyish usulida barpo etilgan yangi uzumzor hamda qator oralariga ekilgan 90 bosti ekinlari bilan tanishdilar. Ishni omilkorlik bilan tashkil etilishi natijasida bu yerda dehqonchilik qilish uchun munosib sharoit yaratildi. Eng asosiysi 260 ta oilani ish bilan ta'minlash bilan birga turli xildagi mahsulotlar yetishtirish imkoniyati vujudga keltirildi. Ushbu seminar mana Qo'shtepa tajribasi asosida tashkil qilinyapti. O'simliklar karantin himoyasi agentligi tashabbusi bilan nima uchun mana yaqinda hukumatimiz tomonidan 2025-26 yillarda 20 ming gektar dala chetlar hamda drenaj kollektor atroflariga o'sha mevali daraxtlar ekishni tashkillashtirish bo'yicha topshiriq berildi. Shu bo'yicha mana O'simliklar karantin himoyasi agentligi tomonidan Qo'shtepa tumanida o'sha dala chetlari, drenaj kollektor atroflariga ko'chat ekish namunasi respublikamiz miqyosida tashrif buyurgan ishtirokchilarga, mas'ullarga yana bir qator tajriba almashish sifatida tashkillashtirildi. Bu seminardan asosiy ko'zlangan maqsad shuki, respublikamizda birinchi navbatda ichki iste'mol bozorini ta'minlash, ikkinchidan respublikamiz eksport salohiyatini oshirish, pirovardida o'sha respublikamiz oziq-ovqat xavfsizligini zanjirini mustahkamlash borasida olib borilmoqda. Tadbirda shuningdek qishloq xo'jaligi ekinlarini zamonaviy uslubda parvarish qilish, ularni zararli organizmlardan himoyalash, kooperatsiya bilan rivojlantirish, hudud iqlim sharoitiga mos urug' ko'chatlarini tanlash hamda serdaromad ekin turlarini joriy etish bo'yicha mutaxassislar tomonidan amaliy tavsiyalar berildi. Mana shu Katta Farg'ona kanali bo'yida 15 kilometr masofada uzoq yillar davomida foydalanilmayotgan yer maydonlari mana shu ishsiz bo'lgan, kam ta'minlangan oilalarga bo'lib berilganligi oqibatida mana shunday ajoyib bir manzarani guvohi bo'lyapmiz. Haqiqatan mana kollektor drenaj bo'ylarida, qolaversa dala chetlarida mana shu muhtaram yurtboshimizni qarorlarini ijrosini ta'minlaydigan bo'lsak, biz juda ko'p miqdordagi ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlagan bo'lamiz. Hamda mana shunday samarasiz yotgan yerdan samarali foydalanish oqibatida shu aholini daromad manbaiga ega qilamiz. Bu albatta Buxoro viloyatida ham juda katta tashabbus bilan qo'llab-quvvatlanib, mana shu Farg'ona viloyatida amalga oshirilgan ishlarni biz o'z viloyatimizda ham amalga oshirishni davom ettiramiz. Qo'shtepa tumanida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan yana bir xayrli ishlardan biri bu Katta Farg'ona kanali bo'ylab kollektor muhofaza maydonining 15 kilometr qismida 30 ta tashabbuskorlar tomonidan o'rdakxonalar tashkil etilishidir. Seminar ishtirokchilari bu borada amalga oshirilayotgan ishlar bilan ham yaqindan tanishdilar. 15 kilometr joyda demak uzumzorlar tashkil qildik. Bundan tashqari 15 kilometr joyda o'rdakxonalar tashkil qilib 260 ga yaqin ishsiz kam ta'minlangan oilalarni bandligini ta'minlashga erishdik. Asosiy manbasi bor, mablag'ga borib taqaladi. Biz birinchi navbatda bu narsani biz kooperatsiya ochish orqali qildik. Qo'shtepa Agro MCJni ochish orqali, ya'ni kooperatsiyani avvaliga o'z mablag'lari hisobidan mana shu 15 kilometr maydonda ishlarni boshlab yubordik va prezidentimizga rahmat. Mana bu mahalla yettiligi, ya'ni hokim yordamchilari orqali aholimizga imtiyozli kreditlar mavjud. Mana shu imtiyozli kreditlarda resursidan foydalandik va 15 milliard so'm mana shu kreditlardan foydalangan holda aholiga har biriga 33-35 million so'mdan imtiyozli kredit ajratgan holda bu ishlarni amalga oshirdik. Ya'ni kooperatsiya to'liq ishini o'z mablag'lari hisobidan davom ettirdi. Biz kooperatsiyaga aholi tomonidan imtiyozli kredit olgan holda qilingan xarajatlarni qoplab berdik. Va buni ichiga ekishlar, mana ko'chat ekish, qolaversa ko'rgan bo'lsalaring, qator oralarga ekishlar ham hammasi kooperatsiya orqali amalga oshirildi. Mana shu mablag'larning ichida.
Prezidentimiz qarori asosida fermer va dehqon xo'jaliklariga, tomorqa xizmati uyushmalariga, bog' qator oralariga ishlov beradigan texnika va agregatlar olib kelinib, arzon narxlarda yetkazib berilishi ish unumdorligini ham orttirmoqda. Seminar ishtirokchilari bu bordagi ishlar bilan ham yaqindan tanishdilar. Farg'ona viloyatida 2025-yilda 2483 gektar dala chetlariga hamda 5904 gektar maydonga mevali ko'chatlar ekilib parvarish qilinmoqda. 2025-yil kuz oylarida jami 1085 gektar maydonlarga mevali ko'chatlar ekish rejalashtirilgan. Eksport hajmini oshirish maqsadida hamda yer egalariga qo'shimcha daromad bo'lish uchun dala chetlari hamda kollektor drenaj atroflariga 90 bosdi ekinlar ekishlar ham tashkil etilmoqda.